Umra ziyoratiga borgan ko'p hojilar do'stlar Madina Munavvarasiga borganda qilishi mumkin bo'lmagan narsalarni ko'pchilik xato qilib qo'yapti do'stlar. Aqa borgandan keyin do'stlar o'zlarini do'stlar qonun qoidalari bor. Madina Munavvaraga borganda eng katta qilinayotgan xatolardan bittasi. Birinchisi do'stlar, agar siz ham boradigan bo'lsangiz, Madina Munavvarada bu xatoni qilmang do'stlar. Birinchisi sabrsizlik, mehmonxonaga joylashishda, undan tashqari do'stlar ovozni baland chiqarib gapirish, birovning diliga ozor berish, do'stlar qattiq gapirish, hatto aeroportda do'stlar kecha o'zimiz mana shu yerda o'tirgan Ulug'bek akamizni sheriklari do'stlar hatto umra ziyoratiga ketayotgan odamlarning sumkasidan noslargacha olib qo'yishdi. U joy qanaqa ulug' joyligini hamma biladi. Butun dunyoda do'stlar bunaqa joyda topa olmaysiz. Faqat shu Saudiya Arabistonida do'stlar payg'ambarimiz yashagan joy, payg'ambarimizning qabrlari bor joy edi. Madina Munavvara, Makka Mukarramada Ka'batulloh bor. Shu joyga borilganda do'stlar juda ko'p hojilar umra ziyoratiga ketayotganlar xato qilib qo'yyapti. Videoda oxirigacha tomosha qilinadigan bo'lsa, do'stlar, xudo xolasa biz sizga manfaatli do'stlar ma'lumot berib o'tamiz. Undan tashqari do'stlar, fevral oyi hamda Ramazon oyiga juda katta yangilik. Endi siz Ramazon oyini 14 kunlik ro'zasini Madina Munavvara hamda Makka Mukarramada tutishda atagina $999 evaziga borsangiz bo'ladi. Bunaqa narx to'g'risi do'stlar 2-3 yildan beri bo'lmagan, eng kami $1200 dan boshlangan do'stlar. Hozirgi kunda Centrum Holiday'da Ramazon oyida umra ziyoratiga boraman desangiz $999 dan bo'ladi. Juda ko'p odam hajga bora olmadim deb juda ko'p nima qiladi? Nima desa bo'ladi? Borgisi keladi, niyat qiladi. Shu payg'ambarimiz aytganlaridek, Ramazon oyida umra ziyoratini qilgan odam haj ibodatiga borgan bilan savobi bir xil bo'ladi deganlar. Xudo xolasa videoda oxirigacha tomosha qiling. Biz sizga to'liq ma'lumot beramiz. Birinchi bo'lib Ulug'bek aka shu Madina Munavvaraga borganda aka qilishi mumkin emas aka. Umra ziyoratchilar juda ko'p qilayotgan xatolarni gapirib ketsangiz aka. Xo'p, birinchi bir boshdan boshlasak, ketayotgan odamlardan birinchi iltimos qilib qoladiganimiz, erta misol hamma tavba qilgan ketyapti. Misol men ham ketaysam, niyatlarim bor, tavba qilib, erta namozlarimni o'qib, Xudoyim tavbamni kechirib, umramiz qilsak, onadan tug'ilgan chaqaloqdek sof gunohlarimizdan to'kilib kelish niyat qilib, hamma niyat qilib ketyapti. Lekin ba'zi bir qo'shtirnoq ichida odamlarda sigaretlarini, noslarini, o'zida ichidan yana gunohlarini o'ziga sumkalarga solib ketib, Madina Munavvarada ham chekib, o'sha muborak tuproqlarga tupurganlar holatlarini, sigaretlarni ichiga tashlayotganlarini, o'shalarni ko'rib qolib, kechadan aeroportda noslarni olib ketayotgan bilib, noslarni qaytarib, erta tavba qilgan ketyapsizlarmi? O'zi nimaga ketyapsizlar? O'zi aslida nimaga ketishyapti odamlar? Tavba to'g'ri, ibodatchi aka. Erta shunchaki borib, kimdirdi men uchun yo kimdir qo'shni uchun yo hoji aka bilan nomni orttirish uchunmi yo Alloh taolodan gunohlarni kechirib, tavba qilib, Payg'ambar alayhisolamni ziyorat qilib kelishmi? Shu maqsadimizni oldin o'zimizga berib olib, ketishda maqsad qilsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvarada birinchi borib hojilarimizdan iltimos qilib qolaman, mehmonxonani oldindan operatorlarga telefon qilib so'raganda ham aytishadiki, mehmonxonani o'zini kirish vaqti, soatlari bo'ladi. Ko'p samolyotlarimiz ertalab yetib boradi, albatta kutishga to'g'ri kelib qoladi. Madina Munavvarada ham Makka Mukarramada ham soat mehmonxonaga kirish vaqti 12 da bo'shatib beradi, 2 soat tozalov bo'ladi va asr vaqtida hojilarni mehmonxonaga kirgizish vaqti bo'ladi. Ungacha kirgizmaydi, qo'ymaydi. Xo'p, ertaroq borib qoladigan bo'linsa, o'zi 50 boshlari aytadi, mayda kutishda kim charchagan bo'lsa, işte kutib o'tirib tursin, charchamaganlar bo'lsa, bir aynalib kirib ziyorat qilib chiqib, mashina bilan tanishib chiqamiz deb olib kirib chiqib ketiladi. Ko'pchilik erta mehmonxonaga kirib, siz mehmonxonaga joylamaysanmi, charchab kelganmiz, to'ppalan urishganda baqir-chaqir qilib, urushayotganlari ko'p bo'lyapti. U men urushganimiz bilan bizni xohishimiz bo'lganda ekan, siz borib mehmonxonaga joylashtirib qo'yamiz. U Saudiyaning qonuni, qurollari kelsa ham, boshqasi kelsa ham qonun qoidasi mehmonxonani o'zi butun dunyo standarti bo'yicha soat 12 dan 12 gacha bo'ladi albatta. Bir kunlik bir sutkasi. Xo'p, keyin yana ko'pchilik xato qilayotgan mashina bayviga kirayotganda, o'sha kirib chiqayotganda, Payg'ambar alayhisolamni ziyorat qilib, kirib salom bergan, kirib chiqayotganda tapishkani yechib, yonga kiriladi. Ertaga tapishkani sumkasiga olib, chiqayotganda oyoq tagiga tepadan tarsda tashab, shovqin chiqaradi. Hurmatsizlik qiladi. Shovqin mumkin emas. Hurmatsizlik qilib, ko'pchilik hojilarimizdan iltimos qilamiz. Bizda aytilgan tapishkamizni ham sekin yerga qo'yib, oyoqlar kiyib, hamma narsani hurmat bilan, chunki kim oldida yuribmiz, kimni ziyorat qilyapmiz, qayerda yuribmiz degan savol berib, yana ko'pchilik ovqat muammosi bo'ladi. Ovqatdan qana ovqat muammosi bo'ladi.
Ovqatimizni biz O'zbekistonda endi ovqatlarimiz suvi boshqa, ovqat ta'mi boshqa o'rganganmiz. Endi ular uchun ham o'zini ovqati shirin, o'ziga yarasha, lekin borib turib ovqatimiz bemaza ekan, ovqatimiz unaqa ekan. Oddiy o'zimiz ko'pchilik eshitganmiz, qatiqni, bizni qatiqni boshqacha edi, bu yerda Madinaning qatig'i nordon ekan deganda, nima bo'lganini domlalardan, o'sha masalalardan eshitishgan. O'shanga ko'p e'tibor beramiz. Xo'p, birinchi endi buni savol-javoblarga o'tgan bo'lsak, erta biz o'zimizni umra paketlarimiz haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, paketlarimiz Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka Mukarramada 11 kecha bo'ladi. Madina Munavvara bo'ylab, Makka Mukarrama bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, undan tashqari qo'shimcha sayohatlarimiz tashkillashtirib berilgan. Bu firmamiz tomonidan Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Roziy masjidlarida kechki ovqat pikniklari, xurmo bog'larida oshlar tashkillashtirilgan. Bu Madina Munavvarada bo'ladi. Madina Munavvarada keyin Qur'on zavodi bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, Qur'on zavodimizda o'tgan yil borganimizda kiranmadi, olib kirmadi, sizlar olib kirib chiqasizlarmi degan savol bergan. Xo'p, Qur'on zavodi dam olish kunlari bo'ladi. Ko'proq juma kuni dam oladi. Bundan tashqari haftada 4 kun ishlab, qolgan kunlar ishlamay qolish kunlari bo'lib qolishi mumkin. O'sha paytda olib kirib chiqa olmaymiz, chunki davlat zavodi ochiq bo'lsa olib kirib chiqamiz, xudo xolasa. Keyin ko'pchilik ham so'raydi ravzalarga, payg'ambarimiz ravzalariga olib kirib chiqasizlarmi? Ko'pchilik o'tgan yil borganimizda boshqa bu olib kirib chiqilmadi. Endi xudo xolasa shu kunga jo'natgan odamlarimiz harakat qilib olib kirib chiqyapmiz. Bundan keyin ham harakat qilamiz, lekin 100% hech kim va'da bera olmaydi. Chunki o'zimiz ertaga nima bo'ladi? O'z nafasimizni olyapmiz, chiqaryapmiz, nima deyishni bilmaymiz. Lekin firmamiz tomonidan tashabbus qilib, oldindan harakat qilib qo'yaylik, xudo xolasa olib kirib chiqishga harakat qilamiz 100%. Shu kunga jo'natgan odamlarimiz hammalarini olib kirib chiqdi, xudo xolasa. Zo'r. Ramazon oyida aka rostdan $999 ga borsa bo'ladi. Bu realniy faktmi yoki 999 endi 1000 dollar qilib qo'yib, gastinsani 5 kilometr, yevichis chataq, saharlik iftorlik qiyinchilik, shunaqa narsalarga duch kelishmaydimi aka? Yo'q, bizda o'sha standart paketi bo'yicha aytib o'tgan paketlarim, ma'lumotlarim bo'yicha narxlarimiz o'sha fevral oyining narxi oxirigacha, Ramazon 10 kunga ham kiradi ichiga, $999, ya'ni $1000 bo'ladi standart paketimizda. Aytib o'tgan paketlarimizga kiradi, lekin Ramazon oyida ziyoratlarimiz, sayohatlarimizga qanaqadir cheklovlar bo'lib qolishi mumkin, avtobuslar bo'shamay qolishi mumkin, o'shalar to'g'ri tushunishadi. Faqat ibodat bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, lekin avtobuslar ajratib berilsa, ziyorat sayohatlari ham uyushtirib beriladi, xudo xolasa. Undan tashqari malakali 50 boshlarimiz xizmat ko'rsatadi 14 kun davomida. Billa borib, billa kelishadi. Keyin yana bu standart paketimiz. Undan tashqari yana standart plus paketlarimiz, komfort paketlarimiz bor. Telefon qilsa yana batafsil ma'lumotlar olishaveradi. Asosan endi standart paket haqida gaplashganimiz standart paket bo'ladi. Keyin doktor xizmatlarimiz tashkillashtirib berilgan. 24 soat doktor xizmatlarimiz birinchi yordam ko'rsatishadi. Aravacha xizmatlarimiz tashkillashtirib berilgan. Lekin postoyanniy aravachada yuradigan hojilarimiz, hojilarimiz bo'lsa, o'zlari bilan aravachadan olishsa, bagajga ham, kiloga ham urmaydi, bemalol borib yerda 24 soat qolgan paytlarda ibodat qilib kelishlari mumkin bo'ladi. Aravachaga kutib olish, ochirtlar bo'lmaydi. Uni kiloga ham urmaydi. Kiloyimizni aytib o'tamiz. 20 kiloga 5 kilo bo'ladi. 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Undan tashqari firmamiz tomonidan beriladigan narsalarimiz kamzil, somka, beji, qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Bu firma tomonidan beriladigan narsalarimiz. Zo'r. Xudo xolasa aka, mana hozir endi Ramazon oyida deyapmiz, oldindan fevral oyida bron qilib qo'yiladi. Bu narx oshishi bu tabiiy narsa, bu aniq bo'ladi. Chunki bundan oldingi Ramazon oylarida ham aka eslayman, men $1250, $1300 narx boshlangan. Qadr kechasida $1600 gacha narx, chunki odam ketish ko'p, bilet narxi oshib ketadi. Nima desa bo'ladi, u joyda odam juda ko'p bo'ladi. O'shuning uchun hozir misol ko'rayotgan odam o'tgan yili baland bo'lganligi uchun bora olmagan bo'lishi mumkin. Joyida bron qilib qo'yaman deydigan bo'lsa, misol fevral oyining 20-siga bron qilmoqchi bo'ldi, Ramazon oyining boshiga. Qanaqa bo'ladi aka bron qilish? Xo'p, joylarni bron qilib berishlari mumkin. Mana shu aytib o'tgan narx bo'yicha, o'zlarining sanalari bo'yicha bizni sanamizga to'g'ri keladigan, o'sha 20 bo'lmasa, 21 yo'nsa 18 bo'lishi mumkin. O'sha sana bo'yicha bemalol joylarni bron qilib, oldindan bron qilib berishni tavsiya qilamiz. Nimaga? Biletlarimiz narxi oshyapti, endi Madina Munavvara, Makka Mukarramada mehmonxona, gostinitsalar narxlari oshib ketyapti. Narxlar oshishi tabiiy, iloji yo'q. Chunki yerda odam ko'paygan sari biletlar narxi ham oshib ketyapti. Yerda mehmonxona paketlarida narxi oshyapti. O'shaning uchun boshida aksiya qilamiz deb shu Ramazon oyining birinchi 10 kunlik fevral oylari aksiya e'lon qilganmiz. Undan keyin narxlarimiz yana har videoda yangilab davom ettiramiz. Narxlarimiz tushgan narxlarda, ko'tarilgan bo'lsa ko'tarilgan narxlarda yana ma'lumotlar berib ketamiz. Zo'r. Xudo xolasa do'stlar, akamizdan to'liq ma'lumot oladigan umiddamiz. Ramazon oyida do'stlar Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarga video pastda nomer bor, aloqa qilishlar, operator borlar ishlab turishibdi. Zakiran pasportlarini tashlab berasizlar, zakolat tashlab beriladi do'stlar, sizlarga dogovor tuziladi. Qolgan to'lovlarni do'stlar bank orqali, short orqali yo bo'lmasam do'stlar o'zlarining ofislariga kelib kassalariga to'lasalaring bo'laveradi. Ishonchli, ma'lumot, manfaatli
bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirib, like bosib, omad yozsa esdan chiqmasin. Biz sizlarga xudo xolasa shunaqa ma'lumot berishda umuman charchamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani do'stlar Ramazon oyida Umra ziyoratiga borishi nasib qilsin deb qolamiz. Omon bo'linglar.